Davom etamiz. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy aloqalar rivojlanib, qardoshlik rishtalari yanada mustahkamlanmoqda. Xususan, sportda olib borilayotgan hamkorlik munosabatlari ham alohida ahamiyatga ega. Kuni kecha Namangan viloyatida Markaziy Osiyo davlatlarining kuch tuzilmalaridan tarkib topgan jamoalar o'rtasida voleybol bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Jarayonlar haqida muxbirimiz batafsil hikoya qiladi. Namangan shahridagi Pahlavon sport majmuasida O'zbekiston va qardosh davlatlar kuch tuzilmalaridan tarkib topgan jamoalar ishtirokida voleybol musobaqasi tashkil etildi. Buyuk Ipak yo'li Armiya Polis musobaqasini ilk bor Markaziy Osiyoga biz o'sha taklif bilan chiqqanimizda buni yo'q demadi, hamda O'zbekistonda birinchi bor o'tkazilishimizga, mezbonlik qilishimizga ham to'sqinlik qilmadi albatta. Bu musobaqa xalqaro musobaqalarning 7-si desak mubolag'a bo'lmaydi O'zbekistonda. O'ylaymanki, ushbu musobaqa keyingi yillarga ham har 2 yilda emas, balki har yili an'ana bo'lib qolishi uchun harakat qilyapmiz albatta. Musobaqada Qozog'istonning NIK, Tojikistonning MVD, Qirg'izistonning Yosh askar va Dinamo hamda O'zbekistonning Darxon, Matonat, Sarhad, Mudofaa, Humo, Gvardiya kabi kuch tuzilmalarining shu nomdagi jamoalari o'zaro bellashmoqdalar. Biz Qozog'iston yilidan keldik Arnaya. O'sha kunga deyin biz 3 o'yin o'tkazdik. Bir o'yinda o'tildik, 2 o'yinda o'tdik. Xudo qalasa ertangi tag'i bir o'yinimiz bor. Kelasi o'yinlarda yaxshi natija ko'rsatib, Xudo qalasa juldeli o'rinlarni olib ketamiz degan niyatdamiz. Bellashuvlar 7 kun, ya'ni 29-noyabrga qadar davom etadi. Mintaqa chempionati final bahslarining qizg'in va murosasiz jarayonlari haqida kelgusi dasturlarimizda xabar beramiz.